Samarqand darvozani bilasizlar, to'g'rimi? Undan ozgina pastroqqa tushsangiz, Shoyxontohur rovdi bor. Uni ham menimcha bilasiz. O'shani oldida oppoqqina Novostroyga tushgan. Uni menimcha bilmasangiz kerak. Men o'shani tushuntirib beraman sizga. BM Group qurilgan g'ishli Novostroykani 12 etajli dom 10-etajda qurilgan 3 xonali xonadon sotuvda. Kvadraturasi 78 kvadratni tashkil qiladi. 3 xona, bitta sanuzildan iborat. Bitta obzor qilaman, yana ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Qani kelinglar. Kirishimiz mana shundan boshlanadi. Koridorimiz, bu yerda shkafli, oynali zonamiz bor azizlar. Va sirazi kirishimiz bilan bu yerda sanuzil joylashgan. Sanuzilni bitta ko'rishimiz mumkin. Juda ham chiroyli qilib kafelar qilib qo'yishgan. Vannalarni ham chuqur qilib zo'r qilishgan juda ham. Eshiklarimiz hammasi shipon va xolodilnigimiz oshxona bilan zal studiyniy variantda qilingan. Bu xonadonimizda gigantic balkoni ham bor, uni ham hozir ko'rsataman. Zakrytый двор. Dvorimiz ham juda ham chiroyli, yashil maydonlari bor, diska plashatkalari bor, podzemniy parkovkalarga ega. Qarang, bu yerda ham stol, mягкий zonamiz bor. Bu yerda konditsionerlar qo'yilgan va bu yerda ikkita spalnamiz joylashgan. Kelinglar, bolalar yotoqxonasidan ko'ramiz. Bular katta odam yotsa bo'ladigan ikkita spalnya qo'yilgan, ikkita karavot, yonida pismini stollari bor, oynalari bor. Bu yerda o'ziga yarasha chiroyli qilib, patolochniy qilib, dokanza qilib shkaflar qilib qo'yishgan. Kelinglar, endi bu yoqni ko'rsatib chiqamangizlar. 10-etajda havo toza bo'ladi, aynalish zo'r bo'ladi, vid juda ham chiroyli. Mana oynadan ko'rishimiz mumkin. Parkovka umuman muammo yo'q. To'g'rimiz Shoyxontohur rovida bo'ladi azizlar. O'ng tomonimiz esa Samarqand darvoza. Bu spalnyamiz bo'ladi. Spalnyani ko'ryapsizlar, takoy uyutni qilib qo'yishgan, konditsioner bor, patologlarimiz baland. Bu yoqda esa balkonga chiqadigan joyimiz bor. Kelinglar, bu yerda ko'rib o'ringlar. Balkonimizning kattaligini qarang. To'g'rimiz Oqtepa kurigi bo'ladi. Bu tomonimiz bo'lsa, Hamzaga qarab chiqadigan yo'limiz bo'ladi. Mahalla zo'r, yashil maydonga ega bo'lgan. Daraxtlar juda ham ko'p, kislorod yaxshi. Srochniy sotuvdagi xonadonimiz 78 kvadratni tashkil qiladi. 3 xona srochniy sotuvda 116 ming, yana sunnatga o'tib beradigan joyi bor. Budjetli narxda kvartira qarovotga yaqinlar bo'lsa maksimal tarqatib qo'yiladi. Chunki hozirgi paytda quruq korobkangiz ham 1200-1300 bot yaxshi joydan olaman desangiz, undan qimmatlashib ketaveradi. Bu uyimiz 78 kvadrat 160 116 mingga menimcha juda ham zo'r narx deb o'ylayman. Shoshilamiz, narxni yana o'tib beramiz. Puli tayyor bo'lsa. Dokumentatsiyasi tayyor, kadastr hujjatlari joyida, suv gaz svetdan вообще muammo yo'q. Охранный двор, qisqasi qilib aytganda qurchoq joy. Shoshilamiz, maksimal tarqatib tashinglar, lashni qizartirib qo'yinglar. Sizlardan xursand bo'lib qolamiz. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, jonlaringiz sog' bo'lsin. Ko'rishganda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Sizlarni yaxshi ko'raman, xayr.